Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Avika Servisi xodimi Jahongir Kamol, Lo'lasi Sankt-Peterburg, Toshkent hamda mana bu yerda esa Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishlari bo'yicha aviaqatnovlarimiz boshlangan, joylarimiz to'lgan. Lo'lasi sajillar chiqarib qilib o'tkazib kuzatib boramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Avika Servisi xodimlariga Sankt-Peterburg Termiz, Sankt-Peterburg Toshkent, Lo'lasi chiroyli qilib o'tkazib kuzatib boramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar xodimlariga. Lo'lasi xizmatlarimiz faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelasizlar va bilet qayd qilaverasizlar. Stressda o'rab kelayotmaydi. Mana bunaqa chiqib qo'ysa bo'ladi. Faqat yana tekshirish holatlar bo'lib turibdi. O'shanga qarab kelaverasizlar. Biz Avika Servisi xodimlari qo'ldan kelgancha yordamlar qilib, chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilaveramiz. Xudo xolasa. Aeroport Pulkova. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Avika Servisi xodimi Jahongir Kamol, Lo'lasi Sankt-Peterburg, Toshkent hamda mana bu yerda esa Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishlari bo'yicha aviaqatnovlarimiz boshlangan, joylarimiz to'lgan. Lo'lasi sajillar chiroyli qilib o'tkazib kuzatib boramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Avika Servisi xodimlariga Sankt-Peterburg Termiz, Sankt-Peterburg Toshkent, Lo'lasi chiroyli qilib o'tkazib kuzatib boramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar xodimlariga. Lo'lasi xizmatlarimiz faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelasizlar va bilet qayd qilaverasizlar. Stressda o'rab kelayotmaydi. Mana bunaqa chiqib qo'ysa bo'ladi. Faqat yana tekshirish holatlar bo'lib turibdi. O'shanga qarab kelaverasizlar. Biz Avika Servisi xodimlari qo'ldan kelgancha yordamlar